dahshat qilib beryapsiz lekin ha. Go'zal qilib, video ham ketyapti, bosilgan ha. Hammaga assalomu alaykum. Ruslan o'z kanalini kuzatib kelayotgan akalarimiz, ukalarimiz, opa-singillarimiz, sizlar bilan har doimdek men Ruslan o'yman va usta akamiz Qo'ligul. Assalomu alaykum. Akajon yaxshimisiz? Ko'rishib qolamiz. Usta aka endi adresni aytamizmi, aytmasa ham bo'ladi. Adres Buxoro adresida aytaymi, aytmayman degan sababi ustida farqi yo'q. Yer tugab qolgan joy, tepasiga uy qursalaringiz ham, telefon qilsalaringiz borib ishlayveradi. Usta joy tanlamaydi. Bugungi ko'rsatayotgan joyimiz mana shu Buxoro viloyatida aytib o'tdim. Mana bunday chiroyli qilib bularning narxlari necha bo'lyapti, garantiyalari qancha, hammasini usta aytib o'tadi, ha? Usta shunday aytib o'tamiz. Bu qaysi fasonda? Akajon bu kartamira fasoni. Kartamira fason deyiladi. 2 sloyli fason bo'ladi bu. Bu yerga arka tashlab berganmiz ikkita. Ikkita patcha qo'yib berganmiz, svitchalarini qo'yib berganmiz. Ichiga trafaretlardan urib chiroyli qilib berganmiz. Shunda qanchaga chiqyapti uni kvadrati? Bu aka uchastkamiz obshi 500 kvadrat. 500 kvadrat gaplashganmiz. Yo, kvadrat qanchaga chiqadi narx? Endi kimdir hammani uyi har xilda kvadrat. Shunday. Endi kvadratini narxlariga kelayotgan bo'lsak, $8 dan $10 qilib beryapti. Ha, $8 qanday uni, $10 $8 fasonlar aka to'g'risini aytaman, hozirgi kunda endi modadan qolib ketdi. Ozgina tortilib qolgan insonlar qildirmasa, hozir hech kim qildirgani yo'q. Shunday lekin. Asosan shu $10 fasonimiz 90% shunaqa ish ketyapti. $10 mana shu, ha? Ha, bular $10 dan. Shu $10 endi ichiga nimalar kiradi? Misol uchun $10 nima qilib berish kerak sizga? Nima sharoit yaratib berish kerak? Endi akajon, hozir ro'za oyi, shu ro'za oyiga bir aksiya e'lon qilmoqchimiz. $10 ichida hamma narsasini ichida qilib bermoqchimiz. $10 ichida mana bu piyagalar, patlar, bundan 2 dona. Ha, 2 dona mana. 2 dona. Aksiya bor. Bundan 2 dona bonus qilib beramiz va ko'kaylarini ham bonusiga qilib beramiz. Shunda materialni olib berish kerakmi sizga yo hammasi ichiga? Hamma narsasi ichida bo'ladi. Hammasi ichiga $10 O'zbekistonda tanlamas territoriyasi 12 ta viloyatiga. 12 ta viloyat. Azizlar, 12 ta viloyatdan telefon qilaverasizlar. Bu videoni qayerdan ko'rib turishlaringizni ahamiyati yo'q. O'zbekistondan bo'lsa telefon qiling, usta mana shu usta boradi. Material yana kimdir aytyapti, garantiya berilar ekan, o'zini olgan materiali yo biza olib bersak bo'ladimi, deyapti. Shu to'g'risida ham bitta ma'lumot bersangiz yoki o'zlari olib bersa ham bo'ladi mana shu materialni. O'zlari olib bersa ham bo'ladi, akajon. Biz masalan o'zi olib beraman desa ham, men shu materialni tavsiya qilaman. Sabopaint materialni ishlatamiz. Sifatli, masalan, deylik 8 yil bo'lib qoldi, shu bilan ishlaymiz. Umuman hech qayerda bir hali telefon qo'yib uyaltirib qo'ygan. Ha, shunaqa bo'lib qoldi, vaziyating buzilib qoldi degan odam yo'q. Ha, bo'lmasa o'zlari olib bersa ham ko'raverasiz. O'zlari olib bersa ham, lekin shu material lekin ham chiroyli chiqibdi mana shuni. Tavsiya qilamiz. Yantilab, videoga qanchalik ko'rinyapti aziz do'stlar. Bileskilari. $10 endi 100 qancha bo'ladi? 120 ming bo'ladi. 125 ming shu atrofda. 125 ming. 20 ming shu atrofda. Boshqa hech narsa olib bermaydi sizga shu. Yo'q. Lisa hammasi ichida bo'ladi. Shunday. Yo, lisalarni olib beramiz. Yo'q, lisasi, pukagi va bundan hattan 2 dona hammasini ishlab beryapti. Faqat shu abid shu ovqat. Endi hozir ro'za oyi bo'lgani sababi. Ovqat ham kerak emas. Ro'za oyi sababi. Gap yo'q lekin Mustafa aka. Bepul ham ishlayveradi, ovqat ham nima qilmaydi. Boshingizni qotiryapti, ustidan olib kelib taylab qo'yasiz, pulni berib qo'yasiz, bo'ldi, bosaveradi. Ishlayotgan. O'zingiz, ha? Har zamonda bir xabar olib qo'ysa bo'ldi. Endi bu taylarni nima qilasizlar? Kafil yopishtirilgan. Tayga akajon lazerda urovga olib ketganmiz. Bu yerga yaqinda bir 2-3 kundan keyin kafilchi keladi. Ha, kafil yopishtiriladi. Ha, kafil keladi, bellarga polni kafillarini bosib nima qiladi. Shunda kafilchilar ham o'zlaringizdan-da yo boshqa? Kafilchi brigadirlarimiz bor, gaplashganmiz. Vaqtiga qarab keladi, ular ham endi bir 2-3 kunda bo'shasa, xudo xolasa kelib qoladi. Xullas aziz do'stlar, video cho'zib turaveramiz, to'g'rimi? Qisqa va lo'nda narxi xullas $8 dan $10 ekan. $8 ham hammasi ichida bo'laveradi. Materiallar, hammasi shunaqa. Kambag'al bob bo'ladi. Endi ko'cha-ko'ylar ko'rganingizda oldinroq chiqqan travertirdan bo'ladi. Eski fasonda bular. Bu endi mana udarchasidan deydik o'sha joy. Ha. Ikki tomonda zabor qismimiz ham bor. Hozir zabor qismimizni ham bitta ko'rsatib o'tsak. Buni fasonni farqi yo'q, o'sha $10 ichiga ketaveradi mana shu, ha? Yo'q. Fason tanlab qolsa, o'zi shu fason chiqyapti o'zi ko'pchilik, ha? Ha, bu kartamero deydi. Asosan endi ko'pchilik aka marmarino deydi. Zo'r chiqibdi. Kartamero deydi. Hamma o'zini xohlagan nomini qo'yib yotibdi. O'zi asli kartamero deyiladi bu narsa. Bunda devori sizga faqat shkatorka qilingan bo'lsa bo'ldi, shunga tayyor bo'lsa.
Ha, iloji boricha shikaturka bo'lishi kerak. shkatorka. Agar shikaturka qilinmasdan, masalan, loyshoq qilingan bo'lsa, Kimdir kafilni shunday ham bo'lishi kiligini mumkinda. tortish kerakda, kafilni kilik usulini qilib turib ustiga qilinadi. Ha, zo'r. Keyin mana bunda ekonomishni variantimiz bor. Hozir bu tomoniga sokil qismini qilib beryapmiz. Bular yomg'ir teggan vaqt po'kkillab otilib, Yo'q. otib tashlamaydimi? Endi iloji boricha kafil qilgan yaxshiroq. Kafil qilgan yaxshi, Ha. to'g'rimi? Men o'zim maslahatim kafil qilgan yaxshiroq, lekin bu ekonomishni variant deylik 1 yil, 2 yildan keyin kafil qilib yuboraman deyotgan insonlar bo'layotgan bo'lsa, qilib yuborish kerak. Shunaqadan chiroyli bo'lib qoladi. To'g'ri aytdingiz ana shuni. Kafil qilgan yaxshi Ha, baribir. endi mana bu zabor qismimiz, aka. Zaborga mana karta mero kerak emas, zerikkanmiz deyotgan insonlar uchun g'ishtcha fason fakturasini berganmiz bu yerga. Yaxshi sof. Atrofi karta merocha bo'lib ketgan. Qo'li gul usta ekansiz-da. Qo'ldan kelgancha lekin chiroyli harakat chiqargan. qilyapmiz aka. Aziz do'stlar, kelaverasiz. Bileskilariga baho berib qo'yasizlar. Shu shoshilib ketayotgan paytingiz shu oynani oldiga emas, devorni oldiga kelasolib sochlaringiz to'g'rilab Shunday ketayotgan bo'ladi, darajada ha. qilib qo'yganmiz. Unga soch to'kilib ketmagan bo'lsa. Ha. Video tugatamiz usta bo'lmasa. Mayli, Telefon hatto qilaverasiz dalani ham usta, ekran. Dala tomon. bir Ko'cha tomon. ko'rsataveraylik, ko'cha Ha, tomon. yuring bo'lmasa ko'cha tomondan. Suv to'ksangiz. 6500 kvadrat sizmi? 500 kvadrat ob'yomimiz katta ob'yom. Yog'ingarchilik bo'lib qoldi, bir 2-3 kun to'xtab qoldik. Uzog'i 15 kunga tugatyapmiz hozir, yaqin 15 kunga to'g'ri kelyapti. Sizga hozir misol uchun telefon qilgan odam to'g'ridan to'g'ri borib bepulishlar, kimdir mashinnik bo'lishi mumkin, kimdir to'g'ri odam bo'lishi mumkin. Sizga qandaydir zalog berish kerak, nimadir qilish kerak, to'g'rimi? Biz aka masalan savdo qilamiz, dogovorimiz bitgandan keyin uyiga borib tushgan kunimizda kvadrat 100 kvadrat bo'layotgan bo'lsa, masalan 50 kvadratini pulini beradi, deylik yarmini. Yarmini olasiz. Ha, yarmini beradi, 50%ni shu material olib kelishimiz uchun. Shu yetmay qolmaydi-da, shu hammasi to'liq qilib olib kelamizda birdan. Xullas, o'sha material uchun 50%ni beradi. Mana bu tomonimizga ham g'ishtcha fason qilib berganmiz, o'sha zaborda ko'rib turganingizdek. Bundan boshqa fasonlaringiz ham bor, agar bir taylab beraverasiz, Endi agar yo'q, boshqacha fasonlaring bormi deyotgan insonlar bo'lsa, anolarimiz bor, rasmlarimiz, kataloglarimiz tashlab beraveramiz. Qaysi ma'qul keladi desa, o'shandan bosib olamiz. Lekin trenddagi fason shu bo'lib turibdi hozir. Endi akajon, bir 2 yildan beri asosan mana shu fason ketyapti-da. Zo'r. Oq fason zo'r bilib beryapti. tagiga qora kafil qilinadi. Oqqa qora yaxshi tushadi. Ikki uyda ham bir bagati ko'rsatadi-da. Shunday. Mana shunday gaplar, do'stlarim, qadrdonlarim. Mana ustani tanib oldingizlar. Usta o'zi asli Samarqanddan aytib o'tdim. Butun O'zbekistonda qayerga uchastka bo'lsa, o'ylab o'tmaysizlar, kelayotganmi, yo'qmi? Telefon qilasizlar, bo'ldi. Materialni olib beringizlar, o'zingiz damda olayotib tuyuring, ko'rpani taylab, sizdan sog' bo'ling, omon bo'ling, usta sizga sog' bo'lingizlar. Katta rahmat sizlarga ham.